Hoji aka, do'koningiz juda ham zo'r ekan. Lokatsiyasi ham zo'r joyda joylashgan. Faqat shu pulini kelishtirib bersangiz, puliga ozgina qiynalib turibman-da, Hoji aka. Menga qarang ukam. Sizni muomalangiz menga yoqdi. Do'stingizga qilib bermagan narxda sizga qilib beraman. Do'konni narxi 105 ming. Bo'ladimi? Barakami? Hoji aka, rahmat. Rahmat. Boringizga shukr. Sog' bo'ling. Hoji aka, mana 5 ming bor hozir oldimda. Buni zalogga olib turing. Xo'pmi? 3 kun ichida 100 mingni qilib oldingizga o'taman, xudo xohlasa, Hoji aka. Bu boshqa gap uka. Bo'pti, sizni kutaman bo'lmasa. Xo'p. Rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p. Bo'pti. Shahzodjon, yaxshimisiz ukajon? Sog'liklar yaxshimi? Ishlar zo'rmi? Rahmat aka. Nima xizmat? Ukajon, shu desiz, men bir yangi do'kon olayotgandim. Shunga oldingizga kelgandim. Doim akam deganingizda, har doim xizmatingizda bo'lganman. Qo'ldan kelgancha yordam berganman uka. Shunga sizdan umid qilib keldim-da. Meni ham bir qo'llab olsangiz yaxshi bo'lardi. Aka, ertaroq aytmabsiz-da. Kvartira olib qo'ygandim. Hozir lekin pulim yo'q aka. Shunaqa deng. Ha. Bo'lmasam menga ruxsat ukajon. Mayli aka, o'tarsiz uyga. Sog' bo'ling ukam. Xo'p. Aka, xullas meni to'g'ri tushundingiz-a? Haligi pul bor edi. Shuni ko'ryapsiz, hammasini mashinaga tiqib qo'yganman. Faqat xafa bo'lish yo'q aka. Meni to'g'ri tushunasiz. Mayli, sog' bo'ling. Ishlaringizga omad. Mayli. Xo'p. Kelib turing. Endi nima qilaman? Axir ikkalasini ham qo'llagandim. Aytgan pullarini topib berganman. Endi o'zimga kerak bo'lganda ulardan sado yo'q. Qani, keling. Marhamat. Bizga choy berib yuboringlar. Yo'q, Hoji aka, shart emas. Ketaman. Shoshib turdim. O'tiring. Qani